Dinimizda shunday bir amallar borki, faqat sog'lik bilan qilinadi, to'g'rimi? Taningizni sog'ligi musulmonchiligingizni ijro qilishda ham kerak azizlar. Ramazon ro'zasini kim tutadi? Sog'lom odam tutadi. Sog'lom bo'lmagan odam ro'za tuta oladimi? Hajga kim boradi? Puli bor, lekin sog'ligi ko'tarmaydi. Farz bo'lmaydi. Ro'za farz bo'lmaydi. Tani sog' odam mehnat qiladi, pul topadi, zakot beradi. To'g'rimi? Tani sog' odam mehnat qiladi, harakat qiladi, bola chaqasiga yaxshi hayotni ta'minlab beradi. Umidlarga, orzularga, yaxshi kunlarga erishish uchun do'stlar, yigitlar, taningiz sog' bo'lishi kerak. Ota-ona oldida xizmatingizni ado etishingiz uchun ham taningiz sog' bo'lishi kerak. Shuning uchun inson faqat o'zi uchun emas, sizni sog'lom bo'lishingiz el uchun kerak, millat uchun kerak. Ketingizda sizga ergashgan farzandlaringiz uchun ham siz ota sog' bo'lishingiz kerak. Ko'ryapsizmi? Inson sog'ligini e'tiborni qilish faqat o'zing uchun o'l yetim emas, siz boshqalar uchun ham kerakli insonsiz. Har bir inson siz faqat o'zingiz uchun ham emas, boshqalar uchun ham kerakli insonman degan ishonchda yuring akalar. Men bola chaqamga kerakman. Otam, onam uchun ham kerakli insonman. Bu sog'lik Allohning ulug' bir marhamati azizlar. Boshqa ne'matlar taningiz sog' bo'lsa tatiydi. Taningiz og'rib turgan bo'lsa, eng yaxshi ko'rgan nabirangizni ham o'yin kulgisi yoqmaydi. Eng yaxshi taomni mazasini tez sezmaysiz. Eng yaxshi hayotda, eng yaxshi imkoniyatda yashasangizda tan sog'lom bo'lmasa u tatimaydi azizlar. Boshqa ne'matlar shu ne'mat bilan ro'yobga chiqadi. Insonning tani sog' bo'lsa, keyin boshqa ne'matlar totli ko'rinadi. Shukuhli, fayzli, barakotli ko'rinadi.